ishbilarmon, hamma ishga mas'uliyat bilan yondashuvchi. Davron aka. O, telefon ekranini ko'rib turibman. Yo'q, shu ham bo'lish kerak-da. Xo'p, qarayman mana, men bunday qilaman bo'pti. Bu yoqqa bu yoqqa qarab turaman. Sizga qarab, sizni ko'zingizdan ham bilib olish mumkin. Bunday ayting. Jamoada o'z o'rniga ega, komandadagi hamma mas'uliyatli ishlarni o'z bajaruvchi, har qanday vaziyatdan puxta odat bilan chiqib ketuvchi. Bu ma'ruf emas to'shni, ha? Men nima deysiz? Qatdan bilaman. Sarvar. Qaysi Yana javob javob beringiz bormi? Ya, Sarvar. Qaysi javob topasiz? Sarvarda. To'ppa to'g'ri. Ummon guruhining Ummondan-da ko'ra Nag'mat. muxlisi. Bu bolani taniganimda men ummonni o'qiysiz. Jamoani ishontirib alday oladigan inson. Men o'ylansam ham sizlardan voz kechmayman deb aytgan. Faqat shunaqa deb aytgan. Aslimi? Jamoadagi eng xavfli sahna ko'rinishlarini ijro etadigan inson. Millionning sobiq a'zosi Mirkomil Musayevning haqiqiy o'rinbosarlaridan biri. Endi Mirkomilga o'rinbosari bo'la olmayman-ku. Ben bo'lsa kerak, lekin turklarni bajarishga harakat qilaman. Aytishmi? Boshqa rasmim yo'qmidi? Jiddiy turib hazil qiluvchi, xalq uni ismini bilmasa ham bitta so'z orqali tanib oladi. Sahnada qanday harakat qilsa ham yarashaveradi. Sen jiddiy emassan-ku, o'rtoq. Qaydan bilaman bularni? Nig'mat ham jiddiy. Hech kim jiddiy emas bu komandada. Ma'ruf bo'lsa kerak. Ya, qilmaydi, unaqa. Ya, ma'ruf turishi o'zi bir san'at, talant. Bitta so'zlar orqali tanib oladigan. Tog'u. To'g'rimi, tog'u? Do'stim meni. Do'stim meni. Bu insonning ovozi shu darajada balandki, unga mikrofon ham shart emas. Shahlomi? Naqasan sen dedi bitirganim. Hazillashdim. Shahloni to'g'ri topdimmi? Men savol beraman. Bu inson, mana shu rasmdagi inson xuddi senga o'xshaydi. Befarosa, faqat kech qoladi. O'rtoq, kech qolish bu yaxshi odat. Hozir men senga bitta aforizm o'qib beraman. Shoshilish shaytondan. Yaratgan shoshmaydi. Sen shoshyapsan. Shuning uchun sen g'amdasan, charchading, xavotirdasan, xastaling pir bo'ldi. Ishon bo'lish kerak bo'lgan narsa seniki bo'ladi, shoshilishni va tashvishlanishni bas qil. Bu kim? O'shaning uchun hech qachon shoshmayman o'rtoq. Kim? Bu Oqbaro.